Non yopiladi, yopilmaydi. Yopiladi. Mana hozir ham non bor. Keldiydami? Buni qarang. Bu yoqqa keling, baxtlar aytsi. Mana qarang. Yilla bu yerda tekshirmaydi, istalbalarni Nima to'g'irladi. tekshirmayman? Yo'lni to'g'irladi. Nima tekshirmayman? Stolbalarni tekshirib kuchuk bunday qilib yashamaydi. Kuchuk bunday qilib yashamaydi, aka. Buni qarang. U yuzoldan kirib kelishda ularga oxirigacha. Allah sonsiz o'sha kim aytdi aka? Xotiningiz bormi? Chaqiring bir. Xotiningiz hammani chaqiring. Senga bo'lmayman, tozalanmayman. Bo'layotgan odam chaqiring. Senga bo'lmasa, irizga qildiring. Turishingizni qarang, musirga botyapti hamma joyi. Turishingizni qarang, musirga botyapti hamma joyi. Endi odamlar mana shunday bo'lgandan keyin demoqchiman-da, qarang. Alloh shunaqangi odamlarni boshga olib kelib qo'yapti bu odamlarni. Qanday bo'lsanglar sizlarga shunaqa boshliq qilinadi deganni ham ko'rinishi mana shu bo'ladi, ya'ni. Siz aytarsiz, to'g'ri, hamma unaqa emas-ku deb, to'g'ri. Lekin bir jamiyatning ichida muammo ko'paysa, shu bir muammo, ya'ni balo hammaga bir xil keladi. Ya'ni o'rmonga o't ketsa ho'li quruq bir xil yonadi degandek, afsuski bizning xalqda katta bir muammo bor mana shu masalada. Afsuski bizning xalqda katta bir muammo. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, bugungi kunda hokimlar uylariga kirib, tozalikni tekshirib, xohlaganlarini qilishyapti. Oddiy odamlarni uyga kirib video qilib sharmanda qilishyapti. Ular buni tozalik uchun qilishyaptimi? Yoki siyosiy boshqa bir tomonlari bormi? Nimani maqsad qilishgan debdilar. Birinchidan, agar odam o'zining ishi bilan, o'ziga foydali narsa bilan shug'ullanmasa, Alloh uni o'ziniki bo'lmagan ishlar bilan, o'ziga befoyda bo'lgan ishlar bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Hokimning ishi jamiyatda zohir bo'lgan muammolarni isloh qilish. Shuning uchun bizning shariatda aytiladi, biz zohirlarga buyurilganmiz, zohir ishlarga. Sirni esa Alloh o'zi qiladi, hisob kitobini. U tozalik ekan. Hattoki bir odam zino qilayotgan bo'lsa ham, agar uyning ichida qilayotgan bo'lsa, biz uni olib chiqib sharmanda qilishga buyurilmaganmiz. Ochiq bir harom ishni ham hatto, ya'ni ko'chada oshkor bo'lganda biz uni jazosini berishga buyurilganmiz. Endi bunaqangi o'zi shariatda harom bo'lmagan narsalarni odamlarning uyiga kirib tikilib yurish, yana hokim kishi, uni vazifasi emas aslida bu. Shu buni maqsad, ya'ni buni ortidan aytyapmanki, bundan chiqayotgan ma'no shuki, o'zini vazifasi bo'lgan va o'zi uchun foydali bo'lgan narsa bilan shug'ullanmagandan keyin Alloh uni mana shunaqa qilib o'zini ishi bo'lmagan, o'ziga foydasi bo'lmagan narsalar bilan mashg'ul qilib qo'ygan deyiladi. Ikkinchidan, endi bizda odamlarda o'zi tozakorlikda shunaqangi haddan oshishi bor. Buni shuning uchun tozakorlik maqsadida qilayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, shariatda ham tozakorlikka, ya'ni buyurilgan, tozalik iymondan deyilgan. Hovlilaringni toza tutinglar, yahudlarga o'xshamanglar deyilgan. Yahudlar shunaqa ifloslikka botib o'tiradi, ya'ni. Lekin baribir birlamchi darajadagi ish emas-da bu. Yahudga o'xshamaslik uchun qancha boshqa ishlar bor hozir. Endi ya'ni odamlarda ham shu avloviyot deydi, ya'ni birinchi darajadalik muammoni aniqlay olmagandan shunaqa. Buni ham aslida xalqqa jazo bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Chunki bizda odamlarda qarasangiz, mana ayniqsa qaynonalar, qaynotalar, shunaqangi qaynopa, qaynsingillarda, kelinlarda shunaqa qilib oshiqcha darajada tozalik bilan mashg'ul qilish bor. Hozir ko'rmayapsizmi, mana videolarda qarang. Kelin kuyovni yotog'iga bosib kirib, qaynona tergovchilik qilib, shkaflarning ichini titkilab ko'rib, kravatlarni tagini titkilab ko'rib, hadisa toza o'tirsang bo'lmaydimi, deyapti. Qaynonalar, to'g'rimi? Qancha shunaqa shikoyatlar keladi bizga kelinlardan, ya'ni. Va bu narsa ommaga haligi videoroliklar tarzida chiqib ham ketyapti qancha. Endi odamlar mana shunday bo'lgandan keyin demoqchiman-da, qarang. Alloh shunaqangi odamlarni boshga olib kelib qo'yapti bu odamlarni. Qanday bo'lsanglar sizlarga shunaqa boshliq qilinadi deganni ham ko'rinishi mana shu bo'ladi, ya'ni. Siz aytarsiz, to'g'ri, hamma unaqa emas-ku deb, to'g'ri. Lekin bir jamiyatning ichida muammo ko'paysa, shu bir muammo, ya'ni balo hammaga bir xil keladi. Ya'ni o'rmonga o't ketsa ho'li quruq bir xil yonadi degandek, afsuski bizning xalqda katta bir muammo bor mana shu masalada, qaynona kelinlar o'rtasida, ya'ni. Ba'zan shu timsoq erkaklar bilan xotinlar o'rtasida ham, ya'ni. Ana shunaqa qilib titib ko'raveradi xotinning hamma narsasini. Oshxonaga ham kirib burnini tiqadi, boshqa joyga ham. Ana shunday bo'lgandan keyin bunaqangi boshliqlar keldi boshimizga. Bu bir Allohning tanbihi bo'ladi shunda. Ey, o'zinglarni to'g'rilanglar. Mana shunaqa bo'laversanglar, qani sizlarga ham shunaqa bo'lsa bitta boshliq kelib olib uyingga kirib timsoqlik qilsa yoqamiz, senga ham yoqmayapti, to'g'rimi? Bo'ldi, u kelinga ham masalan yoqmaydi shu narsa. Haddan oshib bunaqangi darajada timsoq tozakor bo'lmaslik kerak. Zulm bo'ladi ba'zan. Ana shunaqangi tanbih bo'ladi. Odamlar esa uni tushunmaydi, ya'ni. Shuning uchun shu tomondan odamlar o'zini isloh qilish kerak demoqchiman. Ularning ishi albatta bu noto'g'riligi ma'lum. Lekin odamlar ham o'zini mana shunaqangi noto'g'ri ishini to'g'rilash kerak. Uchinchidan,
Bu yerda boshqa siyosat bo'lishi ham mumkin haqiqatdan. Masalan, odamlar uyda yashirinib pisinib nimalarni saqlayapti, qanaqa narsalari bor. Hamma narsani ro'yxatga olish. Mana bir Xitoy siyosati ham deb odamlar gapiryapti-ku buni hozirgi zamonda. Xitoy deydi-da shunaqa, mana Uyg'urlarga qo'llagan siyosat ayniqsa, uyigacha kirib olib, yotog'igacha yotib olib, uni yonida bitta xitoylik o'tiradi. Ro'za tutyaptimi, yo'qmi, namoz o'qiyaptimi, yo'qmi, tahorat qilyaptimi, yo'qmi, uyda qanaqa, nimani o'qiydi, nimani eshitadi, hamma narsani kontrol qilish hozir tilda aytganda, ya'ni qo'lga olishni istashadi siyosat bilan, ya'ni. Shuning uchun shunaqa qilayotgan bo'lishi ham mumkin, ya'ni. Bizning ishimiz nima? Allohga tavakkal qilish va o'zimizni isloh qilish. Ana shunda bu muammolar inshaalloh boshimizdan ko'tariladi, ya'ni. Allohu alam.